Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shoshilinch va juda muhim bir masalani muhokama qilmoqchiman. Bu masala nafaqat keksa avlod vakillariga, balki ularning oila a'zolari, farzandlari va yaqinlariga ham to'g'ridan-to'g'ri taalluqli. Ehtimol siz ham shok. Nafaqaxo'rlarni endi bu hujjatlarsiz dafn etishmaydi. Qarindoshlarga hujjat yig'ishga to'g'ri keladi degan xabarni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Bu sarlavha ko'pchilikni sarosimaga solib katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Bugun men aynan shu xabarning tub mohiyatini, nima uchun bunday gaplar tarqalganini va haqiqatda qanday o'zgarishlar yuz berganini batafsil tushuntirib beraman. Ishoning, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta yordam bo'ladi. Eng muhimi, boshqa insonlar ham bu muhim ma'lumotdan bexabar qolmaydi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va endi nima o'zgardi? Keling, avvalo vaziyatni oldin qanday bo'lganini va hozir nima uchun vahima ko'tarilayotganini tushuntirib beraman. An'anaga ko'ra, yaqin kishi vafot etganida bizning jamiyatimizda asosiy e'tibor janoza marosimlari va dafn ishlariga qaratilar edi. Qarindoshlar va oila a'zolari bu og'ir damlarda marhumning oxirgi safariga munosib kuzatish bilan band bo'lishgan. Rasmiyatchilik hujjat ishlari ko'pincha ikkinchi darajali masala bo'lib qolgan. Asosan mahalladan yoki tibbiyot muassasasidan o'lim haqidagi ma'lumotnoma olib, dafn ishlarini yakunlashga harakat qilinardi. Nafaqaxo'rlar uchun esa ularning nafaqa pullarini to'xtatish, meros masalalarini hal qilish biroz keyinroq, odatda 40 marosimlardan keyin hal qilinadigan holatlar edi. Odamlar dafn marosimini o'tkazish uchun shoshilinch ravishda faqat eng zarur bo'lgan hujjatlarni yig'ishardi. O'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma va uni fahadiga yo'q. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari bo'limida rasmiylashtirib, o'lim haqidagi guvohnoma olish, shuningdek, marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport talab qilinardi. Bu jarayon nisbatan sodda va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Biroq so'nggi paytlarda qonunchilikda va ma'muriy tartib-qoidalarda jiddiy o'zgarishlar ro'y bergani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu o'zgarishlar asosan o'lim holatlarini qayd etish tartibini yanada aniqlashtirish, nafaqa to'lovlari bilan bog'liq firibgarliklarning oldini olish va marhumning mulki hamda ijtimoiy imtiyozlari bilan bog'liq masalalarni tezroq va shaffofroq hal qilishga qaratilgan. Aslida nafaqaxo'rlar hujjatlarsiz dafn etilmaydi degan gap biroz mubolag'ali bo'lsa-da, uning zamirida katta haqiqat yotibdi. Gap shundaki, dafn marosimini o'tkazishning o'zi emas, balki dafn bilan bog'liq barcha rasmiy jarayonlar, ya'ni o'limni rasman ro'yxatdan o'tkazish, marhumning nafaqa pullarini to'xtatish, dafn marosimi uchun ajratiladigan nafaqa agar mavjud bo'lsa olish va boshqa moliyaviy masalalarni hal qilish uchun avvalgidan ko'ra ko'proq hujjatlar talab qilinmoqda. Hukumat organlari va tegishli tashkilotlar endi bu jarayonlarga jiddiyroq yondashmoqda. Bu degani, agar sizda yoki yaqinlaringizda kerakli hujjatlar to'liq bo'lmasa, dafn marosimidan keyingi barcha rasmiyatchilik ishlari murakkablashadi, cho'zilib ketadi va hatto ba'zi moliyaviy imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bu mavzuni yaxshilab tushunib olish juda muhimdir. Asosiy qismdek nimalarni bilish kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Keling, endi nimalarni bilishimiz kerakligi, kimlar bu masaladan xavotirlanishi lozimligi va kimlar uchun bu yangilik unchalik dolzarb emasligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda nafaqaxo'rlar oilalarining barcha a'zolari bu masalani bilishlari shart. Chunki har qanday kutilmagan holatda siz tayyor bo'lishingiz kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bu yangilikdan birinchi navbatda. Hujjatlari tartibsiz bo'lgan yoki ularning qayerdaligini aniq bilmaydigan nafaqaxo'rlarning yaqinlari xavotirlanishi kerak. Shuningdek, keksa yoshdagi, ba'zan sog'lig'i tufayli o'z ishlarini mustaqil boshqara olmagan nafaqaxo'rlarning farzandlari va qarindoshlari ham bu masalani e'tiborga olishlari zarur. Bu holat ayniqsa quyidagi sharoitlarda o'zini yaqqol namoyon etadi. B. Hujjatlarning yo'qolishi yoki tartibsizligi holati. Tasavvur qiling, 80 yoshdan oshgan bir kampir bor. U butun umr qishloqda yashagan, pasporti eski namunadagi. Nafaqa guvohnomasi esa uyning bir chetda turgan qutlar ichida qolib ketgan. Uning farzandlari shaharda yashaydi va onasining hujjatlari haqida aniq ma'lumotga ega emas. Vafot etgandan so'ng ularga o'lim haqidagi guvohnoma olish, nafaqani to'xtatish va daf nafaqasi olish uchun bir qator hujjatlar talab qilinadi.
Jumladan marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport, nafaqa guvohnomasi, nikoh guvohnomasi agar kerak bo'lsa. Agar bu hujjatlar topilmasa yoki ular eskirgan bo'lsa, farzandlar avvalambor hujjatlarni tiklash yoki yangilash uchun vaqt va kuch sarflashlariga to'g'ri keladi. Bu esa dafn marosimidan keyingi barcha rasmiyatchilik jarayonlarini ancha murakkablashtiradi va cho'zadi. Misol uchun, pasportni tiklash uchun bir necha kun, ba'zan bir haftagacha vaqt ketishi mumkin. Bu vaqt ichida siz nafaqani to'xtatish uchun ariza bera olmaysiz. Dafn nafaqasi uchun murojaat qila olmaysiz. Aytaylik, dafn marosimining rasmiy xarajatlari uchun davlat tomonidan 1.200.000 so'm miqdorida nafaqa ajratiladi. Agar hujjatlar kechiksa, bu nafaqani olish jarayoni ham kechikishi yoki hatto imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Shuni unutmangki, pensiya to'lovlari vafot etgan oydan keyingi oyning 1-kunidan boshlab to'xtatiladi. Lekin agar siz o'limni qayd ettirishga kechiksangiz, sizdan noqonuniy olingan pensiya pulini qaytarish talab qilinishi mumkin. 2. Chet elda vafot etish yoki uzoq hududlarda yashash holati. Tasavvur qiling. Keksa yoshdagi nafaqaxo'r farzandlar bilan chet elda vaqtinchalik yashayotgan edi va u yerda vafot etdi. Uning barcha rasmiy hujjatlari O'zbekistonda. Endi uning jasadini vatanga olib kelib dafn etish va barcha rasmiyatchiliklarni bajarish uchun juda ko'p hujjatlar talab qilinadi. Chet elda olingan o'lim haqidagi guvohnomani legalizatsiya qilish, uni tarjima qildirish, O'zbekistondagi tegishli organlarda qayta ro'yxatdan o'tkazish kerak bo'ladi. Bu jarayonlar nafaqat ko'p vaqt, balki sezilarli moliyaviy xarajatlarni ham talab qiladi. Shuningdek, mamlakatning uzoq qishloqlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun ham shunga o'xshash muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ular fidya yo pensiya jamg'armasi yoki boshqa tashkilotlarga borish uchun transport vaqtiga va xarajatlariga duch keladilar. Masalan, ayrim tog'li hududlarda FHDYO bo'limi tuman markazida bo'lib, unga yetib borish uchun kunning yarmini sarflash mumkin. Bu esa oila uchun qo'shimcha stress va yuklamani keltirib chiqaradi. Pasportning muddati o'tganligi yoki yo'qolganligi. Ko'plab keksa yoshdagi insonlar pasportlarining muddati o'tganligini payqamaydilar yoki uni yangilashga ahamiyat bermaydilar. Ba'zan esa pasport yo'qolib qolgan bo'lishi mumkin. O'lim sodir bo'lganda o'lim haqidagi guvohnomani olish uchun marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport talab qilinadi. Agar pasportning muddati o'tgan bo'lsa yoki u yo'qolgan bo'lsa, avvaliga marhumning shaxsini aniqlash va pasportni qayta tiklash yoki uning asl nusxasini topish kerak bo'ladi. Bu jarayon esa shundoq ham qiyin bo'lgan paytda oilaga yana bir yuk bo'lib tushadi. Pasportni qayta tiklash uchun odatda tirik bo'lish kerak. Shuning uchun vafot etgan shaxsning pasportini tiklash jarayoni murakkabroq bo'lib, huquq-tartibot organlari aralashuvini talab qilishi mumkin. Bu esa juda ko'p vaqtni va nervlarni talab qiladi. 4. Merosxo'rlik va nafaqa masalalari. Nafaqaxo'r vafot etgach, uning to'lanmagan pensiya pullari yoki to'lanishi kerak bo'lgan boshqa ijtimoiy to'lovlar qolishi mumkin. Shuningdek, dafn marosimi uchun ajratiladigan nafaqa ham mavjud. Bu pullarni olish uchun merosxo'rlar tegishli hujjatlarni, o'lim guvohnomasi, merosxo'rlik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, o'zlarining pasportlari, nikoh va tug'ilish guvohnomalari pensiya jamg'armasiga va boshqa tegishli tashkilotlarga taqdim etishlari kerak. Agar bu hujjatlar to'liq bo'lmasa, nafaqat dafn marosimi bilan bog'liq moliyaviy yordamni olish qiyinlashadi. Balki marhumning bank hisoblaridagi pullari, mulklari va boshqa aktivlarni ham o'zlashtirish jarayonlari juda cho'zilib ketadi. Ba'zi hollarda agar hujjatlar kechiktirilsa, ayrim nafaqa turlarini olish muddati o'tib ketishi ham mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Xavotirlanishi shart bo'lmaganlar esa asosan hujjatlari tartibda bo'lgan, ularning qayerdaligini aniq biladigan va ularni topish qiyin bo'lmagan nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlaridir. Agar sizda nafaqaxo'rning barcha zarur hujjatlari, pasport, nafaqa guvohnomasi, nikoh va tug'ilish guvohnomalari kabi tartibli holatda saqlanayotgan bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, yosh oilalar yoki nafaqaxo'r bo'lmaganlar uchun bu yangilik to'g'ridan-to'g'ri taalluqli emas. Garchi har bir oilada keksa avlod borligini hisobga olsak, bu ma'lumot hammaga foydali. Eng muhimi, oldindan tayyorgarlik ko'rgan va hujjat ishlarini tartibga solib qo'yganlar uchun bu o'zgarishlar hech qanday jiddiy muammo tug'dirmaydi. Asosiy qism 2 qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Endi esa bu qoidalarning istisnolari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va ba'zi noaniq nuanslar haqida gaplashamiz.
Bilamizki, har qanday qoida yoki tartibda ham o'ziga xos holatlar mavjud bo'ladi. Biri. Hujjat yo'qolganda yoki mavjud bo'lmaganda nima qilish kerak? Bu eng ko'p uchraydigan holatlardan biridir. Agar marhumning pasporti yoki nafaqa guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, darhol tegishli organlarga murojaat qilish kerak. Pasport yo'qolgan taqdirda IIBning migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilib, o'lim haqidagi guvohnoma asosida marhumning shaxsini tasdiqlovchi ma'lumotnomani olish mumkin. Bu ma'lumotnoma va FHDG bo'limidan olingan o'lim guvohnomasi pensiya jamg'armasi va boshqa tashkilotlarga taqdim etilishi kerak. Shuni yodda tutingki, bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Masalan, bitta fuqaro yaqinda bobosining pasporti topilmagani sababli juda qiynalgan. Bobosi 9 yoshdan oshgan pasporti eski namunadagi edi. Uning qayerda saqlanganini hech kim aniq bilmagan. Oxir oqibat mahallaning yordami bilan arxivlardan ma'lumotlar ko'tarilib, shaxsiyat tasdiqlash uchun bir necha kun vaqt sarflangan. Bu esa janoza bilan bog'liq ba'zi moliyaviy masalalarni hal qilishni kechiktirgan. Marhumning qarindoshlari bo'lmasa-chi? Bu ham muhim savollardan biri. Agar nafaqaxo'rning yaqin qarindoshlari bo'lmasa yoki ular bilan aloqa uzilgan bo'lsa, bunday holatlarda dafn ishlarini va barcha rasmiyatchiliklarni mahalliy hokimiyat organlari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari yoki ijtimoiy himoya xizmatlari o'z zimmalariga oladi. Davlat tomonidan barcha zarur xarajatlar qoplanadi va hujjatlar rasmiylashtiriladi. Biroq bu jarayon ham biroz vaqtni talab qilishi mumkin. Chunki avval marhumning qarindoshlari yo'qligi rasman tasdiqlanishi kerak bo'ladi. 3. O'lim holatlari turlari va ularning hujjat ishlariga ta'siri. O'lim uyda, kasalxonada. Baxtsiz hodisa natijasida yoki kutilmagan holatda sodir bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjatlarni olish tartibi biroz farq qiladi. Kasalxonada vafot etganda tibbiy o'lim haqidagi ma'lumotnomani kasalxonaning o'zidan olish osonroq. U yerda barcha tibbiy ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Uyda vafot etganda, agar uyda shifokor nazoratisiz vafot etsa, tez tibbiy yordam chaqirish va tibbiy ko'rikdan o'tkazish kerak. Ba'zi hollarda agar o'lim sababi noma'lum bo'lsa yoki shubhali ko'rinsa, huquq tartibot organlari tomonidan tekshiruv o'tkazilishi mumkin. Bu esa o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnomani olishni kechiktirishi mumkin. Baxtsiz hodisa yoki boshqa shubhali holatlar. Bunday hollarda sud tibbiy ekspertiza o'tkazilishi shart. Ekspertiza xulosasiz o'lim haqidagi rasmiy hujjatlar berilmaydi. Bu jarayon bir necha kundan bir necha haftagacha cho'zilishi mumkin. Masalan, yo'l transport hodisasida vafot etgan pensionerning oilasi sud tibbiy ekspertiza xulosasini kutib, bir haftadan ortiq vaqt davomida daf ishlarini boshlay olmagan. Bu holatda ayniqsa marhumning hujjatlari ham tartibsiz bo'lsa, vaziyat yanada murakkablashadi. 4. Rasmiy daf va an'anaviy daf marosimi o'rtasidagi farqlar. Hujjatlarsiz daf etilmaydi degan gap ba'zi odamlarni chalkashtirishi mumkin. Aslida bu rasmiy ruxsatnomalar va daf ishlarining yuridik jihatdan qayd etilishi haqida. Jasadni diniy urf-odatlarga ko'ra dafn etishga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Ammo rasmiy o'lim guvohnomasisiz va boshqa kerakli hujjatlarsiz siz qabristonga rasmiy ruxsat olmaysiz. Dafn marosimi uchun ajratilgan nafaqani ola olmaysiz. Marhumning nafaqasini to'xtata olmaysiz va uning moliyaviy majburiyatlarini hal qila olmaysiz. Shuningdek, meros masalalarini ham hal qilib bo'lmaydi. Bu esa oilaning keyingi hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Aytaylik, Toshkent shahrida qabristonga jasadni dafn etish uchun ma'lum to'lovlar mavjud. Agar sizda hujjatlar tartibli bo'lmasa, sizga qabristondan rasmiy joy ajratilishi qiyinlashishi mumkin. Bu esa ba'zi noqonuniy vositachilarning paydo bo'lishiga va ortiqcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. 5. Vositachilar va firibgarlar tuzog'i. Afsuski, bunday og'ir vaziyatlarda ayrim insofsiz odamlar vaziyatdan foydalanib pul ishlashga urinadilar. Ular hujjatlarni o'zim hal qilib beraman, tezkor xizmat kabi va'dalar bilan sizdan ortiqcha pul talab qilishlari mumkin. Unutmang, barcha rasmiy hujjatlar tegishli davlat organlari tomonidan belgilangan tartibda va to'lovlar asosida beriladi. Har qanday shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling va faqat rasmiy tashkilotlarga murojaat qiling. Firibgarlar sizdan qimmatli hujjatlaringizni tortib olishga harakat qilishlari yoki sizni katta mablag'ga tushirishlari mumkin. Shuning uchun bu og'ir damlarda ayniqsa hushyor bo'lish va faqat ishonchli manbalarga suyanish muhimdir. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Qadrli do'stlar, endi eng muhimiga o'tamiz, amaliy maslahatlar.
Bu ma'lumotlarni eslab qoling va imkon qadar tezroq amalga oshiring. Bu sizni va oilangizni ko'plab muammolardan qutqaradi. Hujjatlarning hozirgi holatini tekshiring. Eng birinchi va eng muhim qadam bu sizning oilangizdagi nafaqaxo'rning barcha hujjatlarini hozirning o'zida tekshirib chiqish. Pasport amalda ekanligiga, muddatining o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar muddati o'tgan bo'lsa, uni zudlik bilan yangilash chorasini ko'ring. Pasportni yangilash uchun 16 yoshdan katta fuqarolar uchun belgilangan tartibda davlat xizmatlari markazlariga yoki IB migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga murojaat qilinadi. Nafaqa guvohnomasi joyida ekanligini, yirtilmaganligini va barcha ma'lumotlar aniq ko'rinib turganligini tekshiring. Tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, agar nafaqaxo'rning merosxo'rlari bilan aloqasi isbotlash kerak bo'lsa, bu hujjatlar ham muhim. Ularning asl nusxalari yoki tasdiqlangan nusxalari joyida bo'lishi kerak. Harbiy bilet agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchasi, bank kartasi va hisob raqamlari haqida ma'lumotlar. 2. Hujjatlarni xavfsiz va qulay joyda saqlash. Barcha muhim hujjatlarni bitta papkada, xavfsiz va hamma biladigan joyda saqlang. Shunday joyda bo'lsinki, kutilmagan vaziyatda oilaning har qanday a'zosi uni topa olsin. Misol uchun, maxsus qutida, seyfda yoki kitob javonining biror bo'limida. Ko'pincha odamlar muhim hujjatlarni eng noqulay joylarga qo'yib qo'yadilar va keyin ularni topish qiyin bo'ladi. Uch oila a'zolarini xabardor qiling. Oilaning barcha katta yoshli a'zolarini, farzandlar, turmush o'rtoqlar, yaqin qarindoshlar hujjatlarning qayerda saqlanayotganligi va ular bilan bog'liq asosiy tartib-qoidalar haqida xabardor qiling. Shuningdek, ularga bu videoni ko'rsating toki ular ham to'liq ma'lumotga ega bo'lsinlar. Biror kishi vafot etganda stress hol odamlar nima qilishni bilmay qoladilar. Oldindan tayyorgarlik esa bu og'ir damlarda vaziyatni yengillashtiradi. 4. O'lim sodir bo'lganda bajarilishi kerak bo'lgan aniq qadamlar. Xudo asrasin, lekin bunday holat yuz berganda quyidagi qadamlarni bajarish kerak. Birinchi qadam: shifokor yoki tez tibbiy yordamni chaqiring. Agar o'lim uyda sodir bo'lsa va u kutilmagan bo'lsa, darhol tez tibbiy yordamga murojaat qiling. 3. Shifokor o'lim holatini tasdiqlaydi va o'lim haqida tibbiy ma'lumotnomani beradi. Agar o'lim kasalxonada sodir bo'lgan bo'lsa, ma'lumotnoma kasalxonaning o'zidan olinadi. O'lim sababi aniqlanmagan yoki shubhali holatlarda huquq-tartibot organlari, militsiya chaqirilishi va sud tibbiy ekspertiza o'tkazilishi mumkin. Bu holda ma'lumotnoma ekspertiza xulosasidan keyin beriladi. Ikkinchi qadam: FHDga bo'limiga murojaat qiling. Olingan tibbiy o'lim haqidagi ma'lumotnoma va marhumning pasporti bilan yaqin joylashgan FHDga bo'limiga murojaat qiling. FHD-da sizga o'lim haqidagi gerbli guvohnoma beriladi. Bu guvohnoma barcha keyingi rasmiyatchiliklar uchun eng muhim hujjatdir. O'limni qayd ettirish uchun 3 ish kuni ichida murojaat qilish tavsiya etiladi. Kechiktirilsa, jarimalar qo'llanilishi mumkin. 3-qadam: pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'lim haqidagi gerbli guvohnoma va marhumning nafaqa guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Bu yerda marhumning nafaqa to'lovlari to'xtatiladi. Shuningdek, dafn marosimi uchun ajratiladigan nafaqa agar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan bo'lsa, hozirda bu nafaqa miqdori 1.200.000 so'mni tashkil qiladi. Olish uchun ham ariza yozasiz. Bu nafaqa odatda vafot etgan nafaqaxo'rning oila a'zolaridan biriga yoki dafn marosimini o'tkazgan shaxsga beriladi. Ariza bilan birga o'zingizning pasportingiz va vafot etganingizni tasdiqlovchi hujjat, shuningdek, marhum bilan qarindoshlik aloqangizni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi nusxalari talab qilinishi mumkin. 4-qadam: boshqa moliyaviy muassasalarga xabar bering. Agar marhumning bank hisob raqamlari yoki boshqa moliyaviy aktivlari mavjud bo'lsa, banklarga o'lim haqida xabar berish kerak. Bu meros masalalarini hal qilishda muhimdir. Notariusga merosga kirish uchun murojaat qilish kerak bo'ladi. 5-qadam: dafn marosimini tashkillashtirish. Barcha rasmiy hujjatlar qo'lingizda bo'lgach, siz dafn marosimini qonuniy va tartibli ravishda o'tkazishingiz mumkin. Qabristonga dafn uchun joy ajratishda ham o'lim guvohnomasi talab qilinadi. 5. Qayerga murojaat qilish kerak? Tibbiy ma'lumotnoma uchun mahalliy poliklinika, kasalxona yoki tez tibbiy yordam. O'lim haqidagi guvohnoma uchun FHDga bo'limlari, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari. Ular har bir tumanda joylashgan. Pensiya to'lovlarini to'xtatish va dafn nafaqasi uchun
pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, pasportni yangilash yoki tiklash uchun davlat xizmatlari markazlari yoki IIB, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari. Har bir qadamni aniq va tartibli bajarish, hujjatlarning to'g'riligiga ishonch hosil qilish sizni ortiqcha bosh og'riqlardan xalos qiladi. Esingizda bo'lsin. Oldindan tayyorgarlik va ma'lumotlarga ega bo'lish har doim sizning foydangizga ishlaydi. Xulosa va yakuniy chorlov qadrli tomoshabinlar, bugun men sizga juda nozik. Ammo shu bilan birga nihoyatda muhim bo'lgan bir mavzu haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Nafaqaxo'rlarni hujjatlarsiz dafn etishmaydi degan xabar qanchalik dramatik eshitilmasin. Uning zamirida davlatning rasmiyatchilikni tartibga solish, firibgarliklarning oldini olish va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan harakatlari yotibdi. Aslida gap jasadni dafn etishning o'zida emas, balki dafn marosimidan keyingi barcha rasmiyatchiliklarni, ya'ni nafaqa pullarini to'xtatish, dafn nafaqasini olish, meros masalalarini hal qilish kabi jarayonlarda yuzaga keladigan muammolar haqida ketmoqda. Shunday ekan, bu videodan olgan bilimlaringizni amalda qo'llashga chaqiraman. Hozirning o'zida oilangizdagi nafaqaxo'rlarning hujjatlarini tekshiring, ularni tartibga soling va xavfsiz joyga qo'ying. Bu sizga va yaqinlaringizga kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'ir va noxush vaziyatlarda katta yordam beradi. Umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos, ushbu mavzu bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni, tajribalaringizni yoki savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero. Sizning yordamingiz tufayli bu muhim ma'lumot boshqa insonlarga ham yetib boradi va ular ham tayyor bo'lishga imkon topadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.